ayollarda ham bor-ku, bir kunlik ayollarimiz yurganini hisoblasa qancha nechadir kilometr bo'lib ketdi. Men tuni bilan tijanman, sport qilyapman deydi. Bir xilda sportga qatnashish kerak, ozgina sport shug'ullanish kerak desa, men bu kuni bilan qancha harakat qilayotganimni bilasizmi? Qancha sport sizlar tayyorgarlik ko'rishdi. Mana shuni ham ko'plarimiz hozir bir xil nimalar sportga o'ylaydi-da, shuni so'ramoqchimanki, bu ham shu sportning bir turiga kiradimi, onalar? Sportga kirishi uchun yurak tez urib turib, muskul ishlash kerak. Muskul повторение bilan ishlash kerak. Agar bu narsa hisobga kirmaganida edi, любой bitta грузчик bodybuilder bo'lib ketgan bo'lardi. Любой bitta грузчик, og'ir ishlaydigan, beton qoradiganlar bor. Ular nima uchun muskul o'smaydi? Повторение 8 martadan 12 martagacha og'ir vestni ko'tarsa, 3 podxod, 4 podxod, 5 podxod. Mana qarang. O'shandagina muskul o'sib, yog' ketishi mana bu yurakni tez urib turishiga bog'liq. Agar hozir ayollar aytganda, erkaklar aytganda kuni bilan yuraman, shu ham mana shuncha kaloriya yo'qotaman, shuncha qadam yuraman, men ko'p kishi ko'rsatadi. Qadamni ko'rsatadi. Qadamni ko'rsatadi. Kerak emas deyman. Agar shu narsa hisobga o'tganida edi, siz mana bunaqa turishda bo'lmasdingiz deyman. Qorin chiqib ketgan, muskullar yo'q, bo'lmasida unaqa ko'rinishdi.